Qasoskorlar 5 ning syomkasi boshlandi. Bizda ba'zi bir suratga olish jarayonidan rasm va videolar bor. Demak, keling ularni hoziroq tahlil qilamiz. Qasoskorlar qiyomat kuni filmining suratga olish ishlari rasman boshlandi. Buni Kevin Feige rasman tasdiqladi va aka-uka russolar ijtimoiy tarmoqlarga Viktor Von Doom kursini joylashdi. Suratga olish ishlari boshlanganidan beri ba'zi bir dekoratsiya rasmlari internetga sizib chiqyapti. Marvel Qasoskorlar qiyomat kuni va Qasoskorlar maxfiy urushlar filmlarini iloji boricha maxfiy saqlaydi, ammo har xil detallar internetga sizib chiqaveradi. Oldin ham shunday bo'lgan. Biz esa iloji boricha ularni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz, chunki bu rasm va videolarni tarqatish qonunan taqiqlangan. Shuning uchun YouTube videolarni bloklashi mumkin. Suratga olish ishlari hozir Londonda davom etyapti. Hatto siz bu videoni ko'rayotgan paytingizda ham suratga olish ishlari davom etyapti. Aka-uka russolar tomonidan taqdim etilgan Doom stoli tasviri bu filmning katta ehtimol bilan qaysi yo'nalishda ketishini ko'rsatadi. Doom hali rasmiy tarzda MCUda tanishtirilmagan, lekin u Fantastic 4lik filmining titllaridan keyingi sahnasida birinchi marta ko'rinish berishi mumkin. Ammo bu oddiy sahnadan ko'proq narsa bo'lishi kerak, chunki Doktor Doom multiolam sagasi uchun markaziy yovuz qahramonga aylanishi kutilmoqda. Shuning uchun ular Qasoskorlar qiyomat kuni filmi boshlanishida Doktor Doomni kuchli tarzda sahnaga olib chiqishni rejalashtirayotgan bo'lishlari mumkin. U X-menlar yashaydigan X-mensonga hujum qiladi va bu orqali X odamlarning ham kuchini ko'rsatib berishadi. Marvel bu sahnani juda katta darajada ochib berishni xohlayotgani ayon. Bundan tashqari Unbox PhD kanali orqali sizdirilgan bir qator videolarda Robert Downeyga o'xshash aktyor ko'rinadi. Video unchalik aniq bo'lmasa-da odamlarning e'tiborini tortdi. Bu klipda aktyor oddiy bir uy oldida ko'rinadi. Bu esa filmning futuristik ko'rinishiga zid ko'rinadi. Bu Viktor Doktor Doom bo'lishidan oldingi hayotiga oid flashback bo'lishi mumkin. U kollejda bo'lgan vaqtlar, ehtimol Latviya hududida joylashgan uy bo'lishi mumkin. Agar bu sahna flashback bo'lsa, Reed Richards, ya'ni Mr. Fantastic uni xonadoshi sifatida ko'rinishi mumkin. Bu juda qiziqarli variant bo'lardi, ayniqsa Marvel Fantastic 4likni ham bu olamga olib kirayotgan bir vaqtda. Yana bir taxmin, bu aktyor aslida Benedict Cumberbatch bo'lishi mumkin. U Doctor Strange rolini ijro etadi va qo'lidagi sumka shifokor sumkasi bo'lishi mumkin. Marvel multiolam g'oyasini ilgari surayotgandan kelib chiqib, bu sahnadagi inson aslida boshqa olamdagi Doctor Strange bo'lishi ham mumkin. Aqlsiz multiolam filmida Reed Richards Doctor Strange'ga "Sen multiolamning eng katta tahdidisan" degan edi. Bu oddiy ogohlantirish emasdi. Marvel albatta bu g'oyani rivojlantirishda davom etmoqda va qiyomat kuni filmida bu o'z aksini topishi mumkin. Alex Pesning aytishicha, Marvel aslida Doctor Strange 3 filmida ko'proq voqealarni yoritmoqchi edi, lekin bu film hozircha tasdiqlanmadi va ehtimol u Qasoskorlar qiyomat kuni filmidan keyin chiqadi. Shuning uchun ular hozirda Doctor Strange va uning multiolamdagi variantlariga bu film orqali ko'proq e'tibor qaratmoqda. Clea bilan bo'lgan sahnalarda Doctor Strange boshqa olamga hujum qiladi va bu voqealar chuqurroq ochib beriladi. Endi esa yana bir katta voqea haqida. Bu filmda ko'plab yangi qahramonlar va yovuzlar tanishtiriladi. Craig Ejdikwal Insider bergan ma'lumotlarga ko'ra, bu filmlarda biz ilgari hech qachon ko'rmagan personajlar paydo bo'lishadi va ularni boshqa filmlarda ko'rmasligimiz ham mumkin. Bu imkoniyat multiolam mavzusi orqali amalga oshiriladi, chunki maxfiy urushlardan keyin Marvel asosiy olamga, ya'ni Yer 616 koinotiga qaytishni rejalashtirmoqda. Shu sababli ular bu saga tugaguncha barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanmoqchi. Endi esa Hulk haqida. Atlanta shahridagi suratga olish maydonlaridan olingan suratlarda bir Hulk, 2 Hulk, 3 Hulk muvob ketmoqda degan yozuv paydo bo'ldi. Bu Hulklar Bruce Banner, ayol Hulk va Scar bo'lishi mumkin. Ehtimol Qizil Hulk ham bu ro'yxatga kiradi. Bu haqida ilgari Kapitan Amerika Yangi dunyo filmida qisqacha ko'rsatib o'tilgan. Sizdirilgan konsept artlarda biz Bruce Banner, Jennifer Walters va Scarni ko'ramiz. Ular Grenlandiyaga o'xshash joyda tasvirlangan. Bu komikslardagi janglar olamida yashaydigan xalqlar hududi sifatida ko'rsatilgan. Agar bu sahnalar haqiqat bo'lsa, Qasoskorlar qiyomat kuni filmida 3 ta xalq juda muhim rol o'ynaydi. Ularning har biri gamma nurlanishdan ta'sirlangan va o'z kuchlarini butun multi olamni himoya qilishda ishlatadi. Mocap texnologiyasi bilan suratga olinayotgan ushbu sahnalardagi ulkan janglarni tasvirlovchi dekoratsiyalar buni aniq tasvirlaydi.
Ssenariy haqida gap ketganda esa hozirgi paytda film ssenariysi hali yakunlanmagan. My Time to Shine Hello ismli ishonchli insayderlarning ta'kidlashicha, ular hali ham suratga olish maydonida ssenariyni har kuni qayta ko'rib chiqishmoqda. Bu yomon narsa emas, aksincha ssenariyni yanada mukammal qilishga harakat qilishmoqda. Marvel bunga o'xshash ishni Qazoskorlar cheksiz jangi va intihor filmlarida ham qilgan edi. Natijada esa biz fantastik filmni ko'rganmiz. Demak, Qasoskorlar qiyomat kuni filmida ham katta o'zgarishlar, yangi obrazlar va kutilmagan burilishlarni kutish mumkin. Marvel har doimgidek ssenariyni mukammallikka olib chiqishga harakat qiladi. Shuning uchun yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, albatta kanalimga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va videoga like bosishni unutmang. Shuningdek, izohlarda bu videoda tilga olingan g'oyalar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu Robert Downeymi yoki Benedict Cumberbatch? Bu doktorning flashbacklarimi yoki Doktor Strange'ning boshqa olamdagi variantimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Aytgancha mening Telegram kanalim va Instagram sahifamga ham a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.